Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Guljan Xalmuratova Qo'ng'irot tumanidagi Qaratal mahallasida bo'lib, hududni har tomonlama o'rganishga alohida e'tibor qaratdi. Mahalla faollari va yettilik bilan uchrashuvda aholining turmush tarzi, asosiy mashg'ulotlari hamda mavjud muammolar batafsil muhokama qilindi. Mahallada 3373 nafar aholi istiqomat qilishi, ularning aksariyati dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishi qayd etildi. Ayniqsa aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi dolzarb ekani ta'kidlanib, ushbu muammolarni hal etish bo'yicha amaliy takliflar bildirildi. Mene bugun mahallamizga Oliy Majlis Nizomchilik palatasidan deputatimiz keldi. Mahallamizning turg'unlari bilan uchrashdi. Turg'unlar bilan uchrashib, mahallada bo'lib o'tirgan mashg'alalar, qanday masalalar borligi haqida birga suhbatlashdik. O'sha Qaratal mahallamizda şişilmeye turgan qanday masalalar borligini so'rab, hamda ularning shishimi to'g'ri, hamda yoshlarımızning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazuv, yoshlarimiz orasida bo'ladigan jinoyatchiliklarning oldini olish masalalari bo'yicha da tushunuk жұмыслары olib bordi. Birga suhbatlashdik. Elimizde ro'y berib atgan so'nggi жаңалыклар bo'yicha hamda prezidentimizning so'nggi chiqqan qarorlarini tushundirib, xalqqa tushundirib berdi. Bu haqida biz tushunukka ega bo'ldik. Hamda bu deputatimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Uchrashuv davomida mahallaning ijtimoiy infratuzilmasi, ta'lim va xizmat ko'rsatish sohalari holati ham o'rganildi. Men bugun maktabimizga Oliy Majlis Nizomchilik palatasining deputati Guljan Xalmuratova maktabimizning barliq sharoitlari bilan tanishib chiqdi. Barliq saboqlar 3 tilda olib boriladi, o'zbek, qoraqalpoq hamda qozoq tillarida olib boriladi. Maktabimizda barliq imkoniyatlar bor. Bolalar uchun, qiz bolalar uchun, er bolalar uchun barliq fan to'garaklar shulkemlashtirilgan. Muallimlar barliq yuqori kategoriyali muallimlar, oliy kategoriyali hamda o'quvchilar ham ko'pchiligi olimpiadalardan jeng'iz bo'lib kelmoqda. Deputat aholi turmush darajasini yaxshilash, mahallada barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashni bildirib, bildirilgan murojaatlar nazoratga olinishini ta'kidladi. Yusuf Qadirbayev ETV telekanali uchun Qo'ng'irot tumanidan tayyorlandi.